Assalomu alaykum bog'chora texnikalarini kuzatib boruvchilar. Hammani e'tiborini o'ziga tortgan universal drabilkamiz obzor qilib beramiz. Bu drabilkamizda asosiy o'zi boshlanishidan kraskasi, sifatliligi, mashinaning kraskasidan, detallari qalinligi, temirlari mustahkamligi, tishlari kalyonniy 12 ta tishi bo'ladi. 8 ta malatoyi bo'ladi. Kalyonniy baquvvat tishlardan maxaviyga qalinligini ko'rsating. Mana shunaqa ko'rinishda. 8 kilo maxaviyda o'zi 8 kilo og'irligi. Setkalari 4 xil. Setka katta, kichkinaroq. Bu xashay mahsulotiga, mana bu ikkitasi don mahsulotiga. Iriroq chiqarib beradi, mayda qilib chiqarib beradi. Komplektida balonchasi, bolt gaykasi, rezinchasi hammasi ichida chiqadi. Bu drabilkamizda yig'ilgan tayyori, bu yig'ilmagani mana endi joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Drabilkamizda motorlariga keladigan bo'lsak, hammaga qiziq bo'lgan mis motorligi ham kelgan. Mis motor 4,5 kilovat bo'ladi, 3000 оборот etiketkasi mana nakleyka shunaqada 100% mis. Buni alyumin motorligi 4 kilovat. 4 kilovat alyumin motorimiz 4 kilovat. Ikkovini turishi bir xil, motorda faqat farqi bor. 4 kilovat, 4,5 kilovat. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, 3 million, 2,5 million dastavka xizmatlari ichida yetkazib berish bepul, mutlaqo bepul. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Like, podpiska sizdan chiqmasin.